Assalomu alaykum hammaga. Bizning kuzatuvchilarimiz, biz bu kauchuk qolipimiz uplift holati. Uplift bu biz o'zimiz tilimiz bo'yicha bir martalik. Endi hozir biz ko'rishingiz mumkin bunaqangi loyli holatda qolipni bir marta to'g'rilab olish uchun, qolipni bir marta olib olish uchun qilingan qolip. Ish davomini ko'rib borasiz. Bu gulimizni gipsdan qo'yib olganimizdan keyin buni yana ishlov beramiz. Shu ko'kka silliqlab gipsdan boshqatdan qolipga tayyorlaymiz. Haqiqiy o'zini qolipini chiqaramiz keyin. Bu qoramiz plastringa o'xshagan qora haykaltaroshlarni boshlatadi. Hop. Gulimiz tayyor holatga kelganda bu o'zimiz oddiy plastin loydan qilingan. Buni buzib tashlaymiz, shuncha mehnatni iloji yo'q. Buni gipsdan qolipini tayyorlaganimizdan keyin davomli Sakit sana. Kita sepuluh. Siap orang ni? Boleh pasang. Sepatu tenun. Open.